Alloh taolo bir oyatida aytadiki: "Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Ular aytdiki, o'zini birodarlariga uyda o'tirgan holda, agar bizni quloq solishganda edi, o'lib ketishmas edi. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sodiqin. Qani agar rostgo'y bo'lsanglar, o'limni qaytaringlarchi o'zinglardan. O'lim kelganida. O'lim kelganida kimdir qaytara oladimi o'limni? ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. va hech qachon Alloh yo'lida o'ldirilganlarni o'lik demagin, balki ular tirik, Robbilarining huzurida rizqlanib yotishibdi. Asli o'zi bugun kundagi holatda G'azadagi birodarlarimiz, opa-singillarimiz, jajji ukalarimiz, singillarimiz, bular Allohning huzurida rizqlanib yotishibdi. Umid qilamizki, ularni Alloh taolo shahodatini qabul qildi. Lekin og'irroq sinov o'zi kimga keldi? Bizgami, ulargami? Asli bizga og'irroq sinov keldi. Ular zulm ko'rgan mazlum holatda o'tib ketishdi, lekin bizchi? Biz nima deb javob beramiz? Alloh taolo o'zi hidoyat qilsin hammamizni.